Hamma uchun og'riqli mavzulardan yana bittasi bu ota-ona yillik daromadi. Ota-ona yillik daromadi o'zi nima? Ota-ona yillik daromadlari bo'lmaganlar nima qiladi va ota-ona yillik daromadi viza olish uchun qanchalik muhim ahamiyatga ega? Ota-ona yillik daromadi siz bu elchixonaga viza olishingizda eng kerakli zaruriy hujjatlardan bittasi hisoblanadi. Agar ota-onangiz rasmiy davlat korxonasida yoki biron bir rasmiy tashkilotda xodim bo'lib, oylik olib ishlasa, sizda ota-ona yillik daromadi bor va buni siz my.go.uz saytidan shunchaki yuklab olib, elchixonaga viza uchun topshirsangiz bo'ladi. Lekin shu o'rinda aytib o'tish kerakki, agar sizda ota-ona yillik daromadi bo'lmasa, xususiy MCJ yoki korxonalardan uni soxtalashtirib topshirish 6 bilan atkaza olishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shu o'rinda savol tug'iladi, ota-ona yillik daromadi bo'lmaganlar nima qiladi? Ota-ona yillik daromadi bo'lmaganlar uchun elchixona tomonidan maxsus muqobil alternativ hujjatlar mavjud. Agar sizni ota-onangiz biznes bilan shug'ullanadigan bo'lsa va bundan soliq to'lasa, biznesni ro'yxatdan o'tkazganlik haqidagi spravka va aylanma mablag'lar haqidagi spravkani bankdan olib birgalikda topshirsa bo'ladi. Agar yuqoridagi ikkalasi ham bo'lmagan taqdirda sizni ota-onangiz nomida uy yoki mashina bo'ladigan bo'lsa, bu ikkalasini ham vizaga topshirsa bo'ladi. Texpasport odatda tarjima qilingan holatda topshiriladi. Uy hujjati bo'lsa Davreyestr yoki my.go.uz saytidan onlayn QR kodli formatda yuklab olib topshiriladi. Shu joyda muhim eslatma, agar sizni ota-onangiz nomida uy joy bo'lsa-yu lekin Davreyestr yoki my.go.uz saytidan ko'rinmayotgan bo'lsa, siz o'sha uyingizdagi hujjatlarni olib, tumaningizdagi kadastr idorasiga borib, bazaga kiritib berishlarini so'rashingiz mumkin va bazadan chiqqanidan keyin o'sha hujjat bilan elchixonaga yana hujjat topshirsangiz bo'ladi. Agar sizni yana qanaqadir savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, shu mavzu bo'yicha ushbu video ostida kommentariy qoldiring va biz javob berishga harakat qilamiz va video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying.